Niye ko'rinmayapti? Sizlarim ko'ryapsizlar menimcha. Pardani orqasida kimdir qarab turganligini. U o'sha vaqtlari 98 yoshda edi deb o'zbekchaga tarjima qilgan ekan. Steamda shunaqa izohlar borki, bu o'yin o'ynagandan keyin bir haftalab uyqu begona bo'lib qolaymish. Aga, Kati men keldim, bir nevarangiz keldi, chumasa biri deb qo'ying. Eshik orqasida hech bir harakat sezmayapman. Harakat menimcha Katina kattasi o'lgandan beri bo'lmayotgan bo'lsa kerak. Boya ham shu yerda o'tirdi. Boyaga uyqu oldi, yotoq oldi, ertak, yotoq oldi bir o'pib qo'yishlar yo'q, yo'q. Kerak emas. Meni baribir aytib qo'yish kerak, Kati. Qarshimasman lekin, qarshimasman. Bu yerda eski televizor bor podvolda. Da yaxshi bo'lardi o'sha yerga tushsang. Va uni menga olib chiq. Podolga kirish kerak, televizorda olish kerak, Katiga borish kerak. Qayerga borishim kerakligidan instinkt bilanmi? Men salgina sal men yoriq tushib ketdim. This is the end. Hold your breath and count. Nimadir bormi? Bila devor ko'p. Bilmayman.